Assalomu aziz do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun bizda 137 ming obunachisi bor kanalimiz sotuvga keldi. Hozir kanalda batafsil holatda tanishtirib o'taman. Kanalimiz oxirgi marta o'sha boshida o'zi gaming yo'nalishidagi kanal edi. Mana gaming videolar qo'yilgan, pul ishlab turgan kanal bo'lgan. Keyin kanalning egasi mana ko'rib turibsizlar, videolarni polniy bloklaganlarda yo'nalishni o'zgartirganlar, chet el brendlariga. Mana chet el brendlariga yo'nalish o'zgartirilgan, kanal uchgan keyin mana 5 million, 12 million, 5 million, 3 million. Bu mana bu eski videolar o'ziniki. U gaming yo'nalishda. Bu yoq esa Mercedes masalan. 1 million, xullas chet el brendlari bo'lgan hisobiga mashinalarning videolarini qo'ygan. Shuni hisobiga kanal uchib ketgan. Kanal normal pul ham topgan do'stlar, mana qaranglar. Oxirgi 1 oyda 17 million prosmotr bo'lgan. Просто monetizasi o'chib qolgan keyin mana. Chunki YouTube ham biladi, birovning videolarini qo'ygan hisobiga monetizasini o'chirib qo'ygan. Lekin oxirgi 1 oylik statistikani qarasanglar 17 million, даже undan ham ko'proq bo'lgan, chunki statistika tashlab yuborgan, mana ko'rib turibsizlar. Hozir ham lekin данный moment hozir ham kuniga 400 ming prosmotr bo'lib turibdi. Bu kanalimiz olib masalan chet el yo'nalishida ishlatsanglar, masalan yo'nalishni o'zgartirib, argina video qilsanglar yurib ketadi. Mana kanal kuniga 10 dollardan ishlaydigan bo'lib turgan holatda bo'lgan. Oxirgi 1 oy puli mana shu hamma pul deyarli oxirgi 1 oyda ishlangan pul. Keyin videolar kanal ko'tarilib ketgandan keyin statistika ko'tarilgandan keyin do'stlar kanal pul ishlash tizimi o'chib qolgan. Statistika dahshat, mana millionlar bo'layotibdi, lekin kanalimizda pul ishlash tizimi o'chib qoldi. Sabab nima? Sabab o'sha chet elda videolarini qo'yganliklari uchun, o'zlarining videolari bo'lmagani uchun kanalda pul ishlash tizimi o'chib qoldi. Xo'p, bu kanalda do'stlar arzonroq narx qo'yyapmiz. 137 ming odami bor, lekin staji bor odam bo'lsa diqqat qilinglar. Bu kanal staji bor odamga sotiladi. Staj bo'lishi kerak albatta. Chunki erta monetizasiyani yo'q qilish boshqa joylarda kerak staj. Xo'p, olgan odamga tavsiyam, birinchi tavsiyam chet el yo'nalishda mana shunga o'xshagan brendlarning videolari bilan hamkorlikda ishlab nimadir qilsa bo'ladi. Bizda shunaqa ishlaydiganlar bor, shular uchun aytayapman. Yoki bo'lmasa o'zlari qanaqadir video, mashina obzor qilib chet el yo'nalishga burib yuborsa bo'ladi. Chunki auditoriya tayyor do'stlar. 17 million prosmotr 1 oyda, bu degani uchun normal odam yig'ib qo'ygan. 20 mingta chet el auditoriyasi turibdi do'stlar. Mana 20 mingta oxirgi 1 oyda. Lekin kanal o'zi 100% chet eldiki, mana чисто европейский kanal, mana chet el kanali bemalol yurg'izsa hozirgacha 44 million prosmotr bo'lgan. Minus tarafi aytib o'tganimdek, kanalda birovning videolarini qo'yganliklari uchun monetizasiyasi o'chib qolgan do'stlar. Endi buni xohlovchilar gaming yo'nalishida qilinglar, xohlovchilar boshqacharoq yo'nalishda qilinglar, yo'nalishga qaranglar. Albatta YouTube standartlariga javob beradigan, qani biz standartlarimiz ham bor, Telegramda batafsil yozilgan. Staji bor odamga do'stlar ushbu kanal tavsiya qilamiz. Buni zo'r tarafi, men o'zim hamma yo'g'ini qilib berganman. Mana ko'rsanglar, soliq, pog'liq, AdSense, full AdSense da mana. AdSense'ga e'tibor bersanglar, pin kod, soliq hamma yo'g'ini qilib qo'yganman mana. Ichida 16 dollar puli ham bor, bu sizlarga bonus. Endi mana ishlagan pul do'stlar kuyib ketdi. 200 qancha dollar bu pul yo'q o'zi. Bu staji bor odam buni yaxshi biladi. Bu pullar kuyib ketdi, 171 dollar, lekin ichidagi 16 dollar pulimiz turibdi. Ushbu kanalimizni olib bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Xo'p, kanalda olgan odam viza kartasini qo'shadi, bo'ldi do'stlar. Original video qilib kanalda pul ishlash tizimini ulab oladi, bemalol ishlab yuraveradi. Mana viza karta qo'shiladigan joylar hammasi aktiv, cho'tki, chunki o'zim hamma yo'g'ini cho'tki qilib berganman. Xo'p, keyingi narsa. Aytib o'tganimdek, kanalga staj kerak. Staj yo'q odamga tavsiya qilmayman. Staj yo'q bo'lsa, noldan kanal ochinglar, shunda sekin-sekin stajga ega bo'lasizlar. Bu kanalda olsanglar, masalan, staj yo'q bo'lsa, kanal yopilishi yoki boshqa savollar bo'lsa, biz unga kafolat bera olmaymiz. Xo'p, keyingi masala, videolar masalasiga kelsak, staji bor odam o'zi biladi. Buni xohlasa videoni o'chiradi, xohlasa boshqa narsa qiladi. Biz bu videolarga javob bera olmaymiz, chunki videolar bizdan emas. Aniqrog'i shu kanal egasidan emas. Aniq oladigan bo'lsanglar, kanal narxi do'stlar 137 ming obunachi. Oxirgi mana ko'ryapsizlar, oyda prosmotrlar yaxshi, aktiv kanal. Kanal narxini hop 6 million 900 deyapmiz. 6 million 900. Konkret oladigan odam bo'lsa kelishamiz do'stlar. Telegramdan aloqaga chiqasizlar. 99 791 32 32 do'stlar, faqat SMS, telefon quchuq bo'lmaydi. Faqat SMS orqali aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Salomat bo'ling.